Yuqori qon bosimi, arterial qon bosimini qanday qilib tushiramiz? Xalq orasida davleniya ko'tarildi deb ko'p eshitgansizlar. Nima uchun aynan ushbu mavzuga to'xtaldik? Chunki dunyo bo'yicha har 2 kishidan bittasi yurak qon tomir sistemasi kasalliklarining asoratlaridan vafot etadi. Ushbu ko'rsatkich juda ham yuqori hisoblanadi, hattoki onkologik kasalliklardan ham ustun turadi asoratlar bo'yicha. Mening ismim Berdiqul To'rayev, kardioxirurgman. Instagram, YouTube, Telegram, Facebook kanallarimga a'zo bo'ling va o'zingiz uchun foydali va qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'ling. Yuqori qon bosimi va doimiy ravishda ushbu holat takrorlansa, nimasi bilan xavfli? Birinchi navbatda bosh miyaga, yurakka, ko'zga, buyrakka, jigarga va umuman olganda butun organizmga juda ham xavfli. Va xotirani susayishga, bosh miyada qon aylanishida buzilishiga olib kelishi mumkin. Juda ham ko'p ko'rgansiz. Insonlar qarigan chog'i xotira susayadi, qon bosimi ko'tarilib, hamma organ sistemalarida kasalliklar vujudga keladi. Qandli diabet, gipertonik kasallik, insult, infarkt kabi asoratlar yuzaga chiqishi mumkin. Agar siz shuni xohlamasangiz, chiroyli qarib, kasalliklardan xoli bo'lib, o'zingizda farzandlaringiz, nabiralaringizni oldida o'ynab kulib yurishni xohlasangiz, meni ko'rsatmalarimga amal qiling. Yuqori qon bosimining ko'tarilishi qanday belgilar bilan namoyon bo'ladi? Bemorlarda diqqatni susayishi, bosh og'rishi, bosh aylanishi, yurakni gupurlab tez urishi bemorga seziladi. Umumiy qizish belgilari yuzga beradi. Holsizlanadi bemor. Siz nima qilasiz? Darrov uyingizda bo'lgan tonometrni olib, qon bosimingizni o'lchaysiz. Elektron tonometr bo'lsa, bir necha marta o'lchang. Normal arterial qon bosimi 120 ga 80 mm simon ustuniga teng. Lekin masalan qon bosimi 140 dan 90 bo'lsa, bu qon bosimini ko'tarish hisoblanadi. 130 ga 90 ham norma emas. Shuni yodda tuting. Va eng asosiysi, yuqori qon bosimida darhol qon bosimini tushirish kerak emas. Masalan siz 200 qon bosimi bo'lsa, 120-80 birinchi kundan, birinchi soatdan tushirish umuman tavsiya qilinmaydi. Bu noto'g'ri. Sekin astalik bilan yuqori, juda ham yuqori qon bosimi tushiriladi. Shuni yodda tuting. Esingizda bo'lsin, yuqori qon bosimini darhol tushirish infarkt, insult kabi og'ir asoratlarni yuzaga chiqarishi mumkin. Masalan, bemorlar qari yoshdagi insonlar bo'lsa, ularning tomirlari qo'pollashgan, dag'allashgan, bu juda ham xavfli, darhol tushirish. 30% ga tushirish mumkin. Masalan, 200 bo'lsa, 160 ga tushirsangiz, bu nur ustiga a'lo nur hisoblanadi. Va eng yomoni, chekuvchi insonlarning tomirlari ham qo'pol, dag'al bo'ladi. Elastichность yo'qoladi. O'zimman chekuvchi insonlarga maslahatim chekishni darhol tashlang. Chekishni bilasizmi nimaga teng? Boshingizga anaqa bolg'a molotok bilan urishga teng. Inson o'zini qanchalik zaharlayotganini tasavvur ham qila olmaydi. Birinchi navbatda yurak qon tomir sistemasiga. Chekishni bugundan boshlab tashlaymiz. Xo'p, qon bosimi ko'tarildi. Nima qilamiz? Qo'lingizda hech narsa yo'q, dorilar yo'q. Siz cho'lda, bog'da, tog'dasiz yoki uyingizdasiz, hech narsa yo'q. Nima qilasiz? Birinchi navbatda bilish kerakki, ko'pincha qon bosimi stress holatida ko'tariladi. Endi qon bosimi ko'tarilayotgan insonlarni nazarda tutyapman. Tinchlanamiz, chuqur nafas olib chiqaramiz. 4 sekund nafas olamiz, 4 sekund chiqaramiz. Toza havoga chiqamiz. Iloji boricha bo'lmasa derazalarni ochib, uyni shamollatib, o'zimizni bo'shashgan holatda o'tirib tinchlantiramiz. Yuzni sovuq suv bilan yuvamiz. Masalan, suvga sho'ng'uvchi sportchilarda qon bosimi va yurak qisqarishlar soni kamayadi. Xuddi shu amalni bajaramiz. Shu bilan birga oyoqni issiqroq vanna qilsak ham qon bosimi tushadi. Bular endi sanab o'tganlarim oddiy, nima deydi, dehqoncha usullar. Qachonki dori vositalari bo'lmagan holda ushbu amallarni bajarsangiz bo'ladi. Xo'p, endi dori vositalariga kelamiz. Zinhor yuqori qon bosimida klofilin va nitroglitserin kabi dori vositalarini umuman qo'llamaymiz. Nima uchun? Nitroglitserin tabletkasi bu yurak ishemik kasallikda og'riqni bartaraf qilish uchun buyuriladigan dori vositasi.
ko'pchilik bemorlar aynan yurak ishemik kasalligiga duchor bo'lgan bemorlar o'zlari va boshqalarga maslahat berishadi. Mana davleniyang tushadi. Bu noto'g'ri. Birinchi navbatda tinchlanamiz, boya aytgan amallarni bajaramiz, ya'ni o'tiramiz, tinchlanamiz, ochiq havoda nafas olamiz va tanishimizni, qarindoshimizni birontasini dorixonaga dori olib kelishga yuboramiz. Qaysi dorilar? Tez yordam sifatida bajariladigan dorilar ro'yxati. Bu kaptopril, maksanidin va anaprilin. Esingizda bo'lsin, bu birinchi yordam sifatida qo'llaniladigan dori vositalari. Agarda siz yuqori qon bosimi bilan kardiolog yoki terapevt ko'rigida doimiy ravishda nazoratda bo'lsangiz, ushbu dori vositalarini bilishingiz shart. Yana bir ma'lumot, dorilarni zinhor tilni tagiga tashlanmaydi, chunki yuqori qon bosimi tezlik bilan tushishi mumkin. Bu esa xavfli. Buni aytib o'tdim. Dorilarni qabul qilish uchun dorini tashlab suv bilan ichish kerak. Esingizda bo'lsin, yuqori qon bosimini me'yorga keltirish uchun faqat sog'lom turmush tarzi orqali bunga erishishingiz mumkin. Ortiqcha vazn, kam harakatlik, noto'g'ri ovqatlanish, tuzni, alkogol mahsulotlarini, energetik ichimliklarni me'yordan ko'p iste'mol qilish, suyuqlikni yetarlicha qabul qilmaslik, uyqusizlik, yetarlicha dam olmaslik, ortiqcha stress, asab tufayli va buning ustiga noto'g'ri davolanish, palapartish davolanish, har xil dorilarni qo'shib qabul qilish tufayli sizda qon bosimi doimiy ravishda yuqori bo'ladi yoki o'ynab turadi va buning hisobiga og'ir asoratlar kelib chiqishi mumkin. Va yana bitta eng asosiy jihat bu fikrlash, to'g'ri fikrlash. Sizda agar tushkunlik bo'lsa, depressiya bo'lsa, siz keragidan ortiq yana ovqat qabul qilasiz. Mening Instagram, Telegram, YouTube, Facebook kanallarimga a'zo bo'ling. Qachon tez tibbiy yordamni chaqiramiz? O'rtoqlar, qachonki sizda aritmiyalar kuzatilsa, pulsingiz kamayib ketdi yoki pulsingiz ko'payib ketdi, darhol tez yordamni chaqiramiz. Qon bosimingiz birdan o'ziga o'zi dorilarsiz tushdi. Masalan, sizda qon bosimingiz 160 ga 100, 90 ga 60 bo'lib qoldi. Bu nimadan dalolat? Infarkt, insult kabi asoratlar va qon ketishi mumkin bemorda. Vaqtni boy bermaymiz, tez tibbiy yordamni chaqiramiz. Bemorda insult kasalligining belgilari, masalan, yuzda mimikalarni, ko'rinishni buzilishi, qiyshayıshi, harakatlarni bir tomonga og'ishi, qo'llarni bir tirishib, напряжение bo'lib qotishi, nutqda o'zgarishi, karaxtlik, umuman harakatni o'zgarishi kabi belgilar bo'lsa, darhol tez tibbiy yordam chaqiramiz. Agarda bemorda pastki jag, bo'yin, chap qo'l, chap yelka, ko'krakda g'ijimlab, achishib, og'riq kuchayapti yoki qoringa og'riq beryapti, darhol tez tibbiy yordamni chaqiramiz. Vaqtni boy bermaymiz, o'rtoqlar. O'tib ketadi, yaxshi bo'ladi degan gaplarni qo'yib 03 ni chaqiramiz. Bilasizlarmi? Ko'pchilik insonlar aytishadi, meni рабочий давлением 150 ga 100, hech narsani sezmayman, boshim og'rimaydi yoki 200 da ham hech narsani sezmayman. Birovlarniki past davleniya bilan yuradi. Past davleniya, past qon bosimi haqida alohida videoroliklarim bor. Yaqin orada sizlarga taqdim qilaman. O'rtoqlar, mumkin siz yuqori qon bosimida hech narsa sezmasangiz mumkin, lekin bu boya sanab o'tgan asoratlarni sizda bo'lmaydi degani emas. Hech narsa ketmaydi sizdan. Shifokor qabuliga borish, sog'lom turmush tarzi bilan shug'ullanish, kerakli dori vositalarini qabul qilish, bu albatta sizni sog'lig'ingizga foyda. Bu xuddi anaqa lotereyaga o'xshaydi-da, anaqa nardaga o'xshaydi. Qani omad kulib boqadimi, yo'qmi? Unaqa hayot kechirish kerak emas. Baribir bo'ladi. Yuqori qon bosimi tushib ko'tarilishi nimasi bilan xavfli? Qon tomir devorini shikastlanishi, traumatizatsiyasi, u yerda keyin ton to'planadi va bu infarkt, insult kabi og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin. Uni qayta aytishdan maqsadim shu: xalqni tibbiy ongini shakllantirish. Rahmat.